Hammaga salom, sizlar bilan men Yana Shirin. Bugun sizlar bilan bir kunlik vlog. Videomizni boshlashimizdan oldin like va podpiska bo'lishni unutmang. Qani bo'lmasam ketdik. Masalan, Benjamin Franklinning kitobi Urush san'ati, Sen 17 yoshmisan degan kitoblar ham bor. Manipulyatsiya kuchi, diplomatik zabt etish va diniy kitoblar ham bor. Maktab kitoblari ham bu joyda bor. Bu joyda esa sketchbooklar, nakleykalar, rangli ruchkalar va oddiy ruchkalar ham bor. Bu joyda esa Pinterest bloknotlar ham bor. Keyin bizlar kitoblar olamidan narsalarimizni olib bo'lganimizdan so'ng ikkinchi lokatsiyamizga otlandik. Ikkinchi lokatsiyamiz bu Chaoyiku. Bu joyda oilangizga hammaga toplaydigan narsalar ham bor, hattoki oyoq kiyimlar ham. Bu joyda esa sizlar ham yumshoq o'yinchoqlarni topishingiz mumkin. Hattoki bahorgi yangi kolleksiyalarni ham topishingiz mumkin. Siz hattoki bu joyda broklar, ruchkalar va bokallarni ham topishingiz mumkin. Bu joydan bizlar narsalarimizni olib bo'lganimizdan so'ng 3-lokatsiyamiz pijama shopga bordik. Keyin men o'zimga mana shunaqa hasharotlardan iborat bo'lgan nakleykalar oldim. Va mana bunaqa chorvakir samsadan samsalar yedik. Agar bir kunlik vlogim sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada yoqqan bo'lsa, yoqqan deb yozib qoldiring. Hammaga xayr!